Bitta narigi ko'chada ham yerlarni narxi sotiqiga 100 mingdan so'rab turishibdi. Nari borsa 1-2 ming o'tadigan joy bor. Lekin men sizlarga bir sotiqiga 73 ming dollardan joy topib qo'yganman. Yakkasaroy tumani To'qimachi mahalla. Mana bizdan ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Shota Rustaveli yo'lni 100 dagi izlanyapmiz. Tupik ko'chada joylashgan, fasadini razmeri 17 metr, uzunasiga bo'lsa 16,5 metrni tashkil qiladi. Hozir sizlar bilan ichkarilarini ko'rib chiqamiz. Batafsil ma'lumotlarni video davomida bilib olishingiz mumkin. Kirish darvozaxonasi kirganingizda sizlarni mana shunaqangi holat kutib oladi. O'rtada kattagina ziloniy zona, bu yoqda binolarimiz G-obrazli holatda tushgan, to'g'ri to'rtburchak shaklda bu yerimiz chiqqan singan joylari yo'q. Juda ham uy qurish uchun ideal holatda turibdi. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Yana bir marta eslatib o'taman, Yakkasaroy tumani To'qimachi mahallasiga kelganmiz. 285 sotiq, bir sotiqiga 73 ming dollardan so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, yana ham kelishadigan joyi bo'ladi. Menimcha, bu lokatsiya uchun yaxshi narx belgilashgan. Endi kommunikatsiyalar aytib o'tirmayman, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma narsa mavjud. Uy quruvchilar uchun ham ideal variant bo'lyapti. Egalarning raqamini qoldiraman, to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Uy ko'rdik kanali, bizdan uzoqlashmanglar.